Assalomu alaykum Mirzobek aka, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Orqamizda mana pogruzchik ekskavator turibdi. Baş haqida ozgina ma'lumot berarsiz. Bu ekskavator pogruzchikimizni birinchi o'rinda 4x4 modelini aytishimiz kerak. Kolesni formuli 4x4. Mana orqada ham, oldida ham katta balon turadi. Bilmasdan o't oltirib yurg'izib olsangiz, ani bordyur ustidan ham o'tib ketib qoladi. Ha, yo'q. Tanlamaydi, yo'l tanlamaydi. Buni yana krabovoy xod deydi. Yoniga ham, yonlamachasiga ham yuradi. Yoniga yuradi. Faqat oldi orqaga emas, yoniga ham yuradi. Shu jihati bor. Undan tashqari bu model 6 ga 1 deydi. To есть bitta mashina 6 ta funksiya bajara oladi. Ular qaysi funksiyalar? Birinchi mana kovsh. Oldi kovsh deydi, 1.2 kubli. Сыпучий material, qum, shement, sement, yana tuproq, shunaqa ko'mir, shunaqa narsani olib yuklab beradi. Yoki prosta oddiy axlat surib olib yuklab beradi. Surish uchun ham atval bo'ladi, buldozer bo'ladi. Mana bitta qaychisi bor mana. Qaychi bo'lib ishlatsa bo'ladi. Oxirgisi mana bu vilka. Vilchni pogruzchik qilib ishlatsa ham bo'ladi. Vilchni bu vilkasi как shirina bo'yicha u yoqda bu yoqda yuradi. Bu degani mana mana ikkita vilkasi oldinga ochiladi. Oldiga ochiladi. Yonmachasiga ham regulirovka qilsa bo'ladi. Regulirovka qilsa bo'ladi. Bu degani o'sha katta furali bo'lsa, bemalol paddonlarni olib qo'yib bera oladi. Paddonni olib qo'yib bera oladi, da. Yog'och, temir, har xil zapchastlarni, katta zapchastlarni olib yuklab beradi, qo'yib bera oladi. Endi keyingi momenti bunga dvigatel, bechay dvigatelni o'rnattirib kelganmiz. Bechay dvigateli turadi, topливный apparat. To есть solyarka tanlamaydi. Endi juda yomon solyarka bo'lsa, har qanaqa topливный apparat buziladi vaqtiga kelib, lekin tez buzilib qolmaydi demoqchiman. Keyingi jihatimizni orqasiga o'tsak, mana orqasida teleskopichеский стрела qo'yilgan. Teleskopichеский стрела bu oddiy o'sha strela qo'lga qaraganda uzoqroqni kovlab bera oladi. Mana bu orqa kovshi, orqa ishlaydigan instrument bu kovsh 0.25 kubichniy metr hajmi. Yana e'tibor bersangiz, bu strelani bu tarafga o'tkazsa ham bo'ladi. Mana relsdan yuradi. Gidravlichеский o'zi kabinada o'tirib chapdan regulirovka qilsangiz bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazib olasizmi, bu yoqqa o'tkazib olasizmi? Transportirovka bo'lgan ko'chada ketayotgan paytda bu nima beradi? Bu kompaktni yotib oladi. Boshqalarniki mana bunday yo'lda osilib ketadi. Oldiga. Boshqa modellarniki, sal opasniylar. Bu shu tarafdan ancha kompakt ishlab chiqarilgan. Endi kabinaga e'tibor bersangiz, mana juda zamonaviy kabina, boshqarish joystikli, сиденье Grammer, podushkali. Keling, ichkariga oling. Сиденье regulirovka bo'ladi. Yani orqaga, oldiga aylanadi, 360 gradusga aylanadi. Rul regulirovka bo'ladi. Endi o'sha 6 ta funksiyasi borligi uchun men o'zim ham qaysi joystik nimaga javob berishini o'zim ham bilmayman. Buning uchun o'qigan bitta malakali, yuqori malakali mutaxassis kerak. Chunki odam bu texnikani boshqara olmaydi. Texnika kaprizni emas. Bor yo'g'i o'sha dvigatel и коробка передач. Asosiy uzillari shu. Albatta gidravlichеский sistemasi sal murakkabroq. Lekin juda pul topar, qulay, zamonaviy texnika. Xo'p, pul topar deganingizga endi buni ozgina moliyaviy jihatdan ozgina razbor qilsak, bu o'zi nechta pul turadi? Buni narxi 820 million. 820 million. 1 yil garantiyamiz bor. 1 yil o'sha garantiya 1 yil emas, 16 oy, 1,5 yil garantiya. 1,5 yil. 1 yil tekin servisimiz bor. Hozir bu bilan birga kelgan shu modeldagi texnikalarimizni
Buxoroda, Qoraqalpog'istonda ishlashyapti. Jizzaxda. Oxirgi paytda moda bo'lib ketdi-da bu model. Oldin Xitoy chiqazmasdi. Faqat JCB, MST shunaqa yevropeyskiy modelni chiqazardi brendli. Hozirga kelib o'sha Xitoy zavodlari ham o'zlashtirdi. Ancha sifatini ham yaxshilashtirdi, chunki 5 yil 6 yil oldin boshlashganda buni chiqarishni. O'sha 5 yil 6 yil oldin olib kelganlari tez buzilib qoladi. 5 yil ichida 6 yil ichida anuli xatosini ko'rib tuzatib hozir o'sha sifat bo'yicha ancha mukammallashtirib qo'yishdi. Endi buni masalan kimdir o'ziga sotib olsa yoki arendaga yoki o'zi ishlatsa, o'zini narxini qanchada oqlab bera oladi bu? Bu texnikamizni o'zini narxini 1,5 yil usog'i bilan 2 yilda oqlab beradi. Chunki oyiga 30-35 million pul topadi. 30-35 million bu hamma rasxodlardan tashqari. Rasxodlardan tashqari 30 million toza topib beradi. Faqat ishlasa. Pul topar mashina shu bo'lar ekan. Bu ham pul topar. Bizda hamma mashinalarimiz pul topadi. Qaysi biridir ko'proq, qimmatroq, qaysi biridir arzonroq, kamroq. Lekin hozir o'sha O'zbekiston bo'yicha qurilish ishlari juda ko'p. Именно bu nima ish qiladi? Mana yo'l o'rtasidagi bordyorlarni ko'tarib u yoqqa qo'yishi mumkin, bu yoqqa qo'yishi mumkin. Ko'chirib beradi, ko'la beradi. Mana bunaqa hozir trubalar yotqizishga ariqchalar qazishyapti. Buni qazib beradi, surib beradi, yopib beradi. Hamma ish qilib ketaveradi-da. Juda mega funksional. Hamma ta'mirlash ishida ishlaydigan sohalar, biznes egalari uchun bu mashina unikalni to'g'ri tushar ekan. Ularga juda zo'r yordam. Agar kimdir pogruchka ekskavator sotib olmoqchi bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz sizlarga hamma funksiyalarni to'liq tushuntirib berib, o'rgatib, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Skidkalarimiz bormi? Bunga ham promokod qilamizmi? Promokod qilamiz. Promokod qilsa, Oqiljon orqali kelsa 10 million so'm skidka qilib beramiz, dedi, aksiya qilib beramiz. Promokod Oqiljon yoki aprel 2025 promokodi bilan kelsanglar, mana shu kodni pogrushchik ekskavatori xarid qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqgan bo'lsa, qizil yo'richadan bosib qo'yinglar va mana shunaqa texnika olmoqchi bo'lgan tanishinglarga yuborib qo'ysanglar ham bo'ladi. Rahmat.